Salom do'stlar, sizlar bilan men o'sha sizlar bilgan, sizlar tanigan Artifak Uz. Biz bugungi qismda mana shu reyderlarni Nalat qalasini qo'lga olishga harakat qilib ko'ramiz. Albatta biz survival rejimda qilamiz va bizda bittagina muammo, bizda vaqtni cho'zib yurmaymiz, bizda aslahalar bo'ladi. Xo'p, endi videoni boshlasak. Do'stlar, endi biz videoni boshlasak ham bo'ladi. Videoni boshlab olsak ham bo'ladi. Bizda videoni boshida aytilgandek aslahalar bo'ladi va mana bizga vaqtni cho'zib yurmaslik uchun narsalar, albatta yegulik ham. Endi biz reyderlarni qalasiga qarab olg'a. Video yoqsa like va obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Nalat reyderlarning qalasini qo'lga olish osonmi? Yo'q, shunaqa. Nima bo'lgan o'zi bu yer? Nega bu yer bunday? Reyderlarning qalasi. Mana do'stlar, biz Nalatlarning qalasini ichiga ham kirib oldik. Endi reyderchalarni qidirib topishimiz kerak. Menimcha ularning hammasi tepak qavatda deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa albatta like va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Majlis o'tkazilayotgan joyda hech kim yo'q ekan. Kutubxonada ikkita reyder bor ekan. Kutubxonada ikkita reyder. Vasa. O'g'il bola xonasi. Bir o'g'il bolalar xonasi ekan. Shunda u erkaklar ko'p ekan. Yo'q. La'nat. O'yin maydoni. Albatta sirli sandiq ham bor do'stlar, bilsanglar agar. Mana shu sirli sandiq. Bularning yana bitta sirli xonalari bor. Video davomida ko'rib olasizlar o'zinglar. Vix degan bratishkachalar yoqmayapti menga. Reyderchalar bosh qolmadimi reyder? Juda ko'p reyderlar bo'lishi kerak edi. Tomonlarga ham o'tib ko'raylikchi. Bu yerda ayollar xonasi ekan. Bu yerda hech kim yo'q. Panada turgan. Vix chalan paydo qilish kerakmi? Vix chalan paydo qilishga bermaymiz. Vindikator. Bolta bo'lsa boltada. Hech kim yo'q. Bu yerlarda kimdir bormi? Menimcha qolmadi. 3-qavatga chiqa olmaydi.
basharachalarni qo'yishibdi. Basharanga tupurib ketaman do'stlar. Menimcha o'ldim. Vix. Yo'q. Menga bular bitta ish yoqmaydi. Har joydan kelgani yoqmaydi menga. Menga do'stlar berildi. Yaxshiyam. Jonim sog' qoldi. Mana shu Vixchalar yoqmaydi menga. Sapchunchi qolma. Bilet. Basharang oyog'im. Basharang oyog'im bilet. Nega bo'ldilar? Shu Vixchalar chiqaverib bor-ku. Yo'q. Nega bo'ldi? Kunduz zombi nima ish qiladi bu yerda? Boshqa joylarni ham qidiraman. Yo'q. O'sib qayerdan keldi? Mana shu yerda. Topdim. Do'stlar, endi bu yerlarga kelib boramiz. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Shu yerdan tashqariga chiqaylik va ularni so'nggi joylarini ko'rsataman do'stlar. Hech qanday mana ular la'natlarni sirli sandiqlari. Vixchalardan boshqa hech narsa qolmadi. Mo'jroyga o'xshagan qishloqlarni qutqardik. Mana qul bo'lib yashaydigan qishloqliklar qutqarildi. Mana la'nat Vix hali ham yuribdi. Mana do'stlar, shu joyda biz videoni yakunlaymiz do'stlar. Albatta video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Va mana biz qishloqlarni qutqardik. La'nat Vixlar, Vix debman
la'nat. Xullas mana shu ortimdagini zaf etdik. Xullas video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Men esa mana bu xchalar bilan ikki og'iz gapim bor. Xayr, sog' salomat bo'ling. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Sizlar bilan bo'lib o'tdi Artifakt Uz. Xayr, sog' bo'ling.